Samolyotning kerosinini qo'yganman. Qanchadan beri bezda qo'yadi? 10 yildan oshdi. Siz gemoroy deb qiynalib nima dorilar olgansiz? Mazlar, har xil mazlardan qo'yib yurgandim, qimmat. Biri yaxshi bo'lib, biri yomon nima bo'lib, shunday yurgan edim. Yana nimalar ishlatgansiz gemoroyni yo'qotish uchun? Kerosin, aeroport samolyotning kerosinini qo'yganman. Har xil svichalar. Gemoroy deb qiynalib yurgansiz, lekin bu gemoroy emas ekan. Biz tekshiruvlardan keyin trishina aniqlandi, ya'ni anal sohani yirtilishi aniqlandida. Hozir lazer orqali amaliyot o'tkazdik, og'riq bo'ldimi, bo'lmadimi, nima deb tavsiya berasiz? Sizga o'xshagan qiynalib yurgan odamlarga nima deb tavsiya bera olasiz? Yaxshi ekan, mana bir 20 minutda shu lazer bilan nima qildi. Endi xudo xolasa bu hammasi yaxshi, og'riq yo'q. Rahmat sizlarga katta. Endi bemalol uyingizga javob beramiz. Yaxshi. Gemoroydan qutulish uchun yoki trishinadan qutulish uchun yotish, 1-2 kun lechini olish shart emas. Mana lazer amaliyotidan keyin yarim soat, 1 soat bizning nazoratimizda bo'lasiz. Bemalol uyga ketaversangiz bo'ladi. Xursandmisiz? Xursandman, rahmat sizlarga. Salom alaykum. Azizlar, kimda gemoroy yoki trishina, ya'ni anal sohani yirtilishi aniqlanib, sizni bezda qo'ygan bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Biz esa unga tez va oson yechim beramiz azizlar. Bizni kuzatishda davom eting.